Sizlarning ham reelsinglar Viska Barsa, Viska Kataloniya, Hala Madrid bo'lib yotibdimi? O'lsin, hamma joyda shu tema, o'lsin. Keyinlar men ham shu temadan qolib ketmay, men ham shunaqa video chiqaray. O'zi to'g'risini aytaman, to'g'risi men umuman futbolga qiziqmayman ham, tushunmayman ham. Yoshligimda, ya'ni kichkina paytim, 3-4 yoshligimda ayrim birovlarni majburlovi tufayli meni qalbimda Barselona bayroqlari hilpiragan. Katta bo'lganimdan keyin menga faqat Real Madridning logosi yoqqani uchun, formasi yoqqani uchun, ya'ni oq qanaqadir nijniyroq menga yoqadi. O'shaning uchun meni qalbimda Real Madridning bayrog'i hilpirashni boshlagan. O'zi umrim davomida bir marta bo'lsa ham o'yinni ko'rmaganman. Ko'rgan taqdirimda ham men bunaqa narsalarni tushunmayman. To'g'risi uxlab qolsam ham kerak bu narsani ko'rsam. Kelinglar, shuning uchun o'zingizlar aytib qo'ya qolinglar. Qaysi komanda zo'rroq? O'shanga fanatlik qilaman-da. Con tanta chapa va a hacerle ranking, y que fue, no hiciste nada.